Bugun dunyoda ilm-fan uchun birlashib turgan ustozlarni ko'rib turganimdan, ushbu seminarda ishtirok etayotganimdan xursandman. Barchalaringizga minnatdorchilik bildiraman. Eng avvalo Yunusbek Shanxay Davlat tayyorlash markaziga ham minnatdorchilik bildiraman. Assalomu alaykum tashkilotchilar. Avvalambor hamma qatori men ham Shanxayga, Xitoyga tashrif buyurganimdan va ushbu 15 kunlik, 14 kunlik seminardan mamnun ekanligimni bildiraman. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's the first time in China for me. It's a great honor for me being joining this project during these 14 days. Hurmatli o'qituvchilar, hurmatli jamoat, men aytmoqchimanki, men O'zbekistondan keldim. Ibn Sino yurtidan, Farobiy yurtidan, Imom Buxoriy yurtidan, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur yurtidan keldim. Ularning hammasi ham olim, ham ustoz, ham rahbar bo'lishgan. Bugun bizni bir yagona maqsad birlashtirib turibdi. Mamlakatimizda xalqimizning, farzandlarimizni baxtli qilish